Bugun biz ayollar tomonidan ko'p beriladigan uyatli savollarga javob beramiz. Lekin bu savollar ko'pchilikni qiziqtiradi. Xo'sh, boshladik. Birinchisi, spermani yutish zararlimi? Biz har bitta savolimizga ilmga asoslanib javob berganligimiz uchun buni zarari yo'q deb bemalol ayta olamiz. Sababi, spermani yutgan paytda uni noxush hidi bor, nimadirlari bor. Buni yutgan paytida uni organizmga kirgandan keyin oshqozondagi kislota bilan reaksiyaga kirishib, u neytrallanadi va parchalanib ketadi. Uni hech qanaqa ayol kishiga zarari yo'q. Faqatgina noqulaylik tug'dirishi mumkin yoki jirkanchroq holat bo'lishi mumkin. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, ikkinchi savol bu spermani yuzga surtsa bo'ladimi? Albatta spermani yuzga surtib bo'lmaydi. To'g'ridan to'g'ri yuzga surtib bo'lmaydi. Ba'zi bir odamlarimiz shunday deydi, что qaysidir bitta kremlarning ichida sperma bor, bu qani spermasi bor, buni spermasi bor deyishi. Bular hammasi yolg'on ma'lumotlar. Qaysidir bir kremlarning tarkibida spermin degan modda bo'ladi. U ham sintetik ravishda olinadi, laboratoriyada maxsus tayyorlanadi va o'sha kremlarning ichiga solinadi. Spermani o'zini esa yuzga to'g'ridan to'g'ri surtgan paytda allergik reaksiya berishi mumkin, infeksion kasalliklarni chaqirishi mumkin yoki terini sezuvchanligini orttirishi mumkin. Bu mumkin emas degani. Xo'p, uchinchi yana bir qiziq savollarimizdan biri, jinsiy aloqa vaqtida boshqa ayolni o'ylab qo'yyaptimi deb shubhalanaman. Shunga qanday bilsa bo'ladi? Bu savolni faqat ikkita para o'zi gaplashib olsa bilsa bo'ladi. Erkaklarni 80% dan 90% gacha ko'pchiligi jinsiy aloqa paytida boshqa begona ayollarni o'zini tasavvurga keltirib jinsiy aloqa qilishar ekan. Bu statistik ma'lumot. Bu hamma xuddi shunaqa qiladi degani emas. Va bu narsani para ikkalasi bir-biri bilan gaplashgan paytida aynan bilib oladi. Boshqacha varianti yo'q bilishni. Tushuntirdim degan umiddaman. Xo'p, keyingi savolimiz, jinsiy aloqadan so'ng menda noxush hid keladi. Bu normami yoki infeksiyami? Umuman olgan paytda jinsiy aloqadan keyin ayollarda noxush hidlarni kelishi, выделениyalarning ko'payishi yoki hidli выделениyalarning oshishi bo'lishi bu organizmda qanaqadir infeksion proseslarning borligidan dalolat beradi. Agar o'sha ayolda yana qo'shimchasiga, ya'ni sistit bo'ladigan bo'lsa, tez hojatga chiqadigan bo'lsa, demak partnyorida qanaqadir jinsiy kasallik bo'lishi mumkin va u partnyor bu ikkinchi partnyorga bergan bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar u infeksion kasallik jinsiy yo'llar bilan yuqmagan bo'lsa ham bunaqa holatlar tez uchrab turadi. Bunday holatlarda er-xotin yoki para birga davolanishi kerak. Keyingi savolimiz, erimga eragan zonalarim qayerda ekanligini o'rgatsam noto'g'ri tushunmaydimi? Bu sizni tushuntirish qobiliyatingizga bog'liq. Chunki har qanday erkak uni qanaqa tushunishini o'zi biladi. U birinchidan uni kayfiyatiga bog'liq bo'ladi. Agar siz to'g'ri tushuntirsangiz, nabarot foydaga bo'ladi. Chunki sizlar birgalikda jinsiy aloqa qilgan paytlaringizda u sizni erogen zonalaringizni bilsa va o'shanga ko'proq urg'u beradigan bo'lsa, orgazm olishingiz yaxshilanadi. Jinsiy aloqadan bo'lgan lazzatlanishlaringiz yaxshi bo'ladi va bu faqatgina foydaga o'ynaydi sizlarda. Bu yaxshilikka. Faqat buni to'g'ri tushuntirishni siz bilishingiz kerak. Keyingi savolga o'tamiz. Homilador bo'lmayapman. Erimni tekshirishim kerakmi? Albatta tekshirish kerak. Reproduktiv salomatlikda ham erkak ham ayol birday tekshirilishi kerak. Chunki bir yil davomida jinsiy aloqa qilib, hech qanday kontrasepsiya vositasini ishlatmagan holatda parada homila kuzatilmayotgan bo'lsa, ham erkak ham ayol tekshirilishi kerak.
Chunki bolali bo'lishiga ikkita para bir xil ishtirok etadi. Hozirgi oxirgi statistik ma'lumotlarga qaraganda erkaklarning bepustligi va ayollarning bepustligi bu 50 ga 50 bo'ladi. Siz o'zingizni ginekologik tomondan tekshirtirishga harakat qiling. Turmush o'rtog'ingiz esa urologga murojaat qilishi kerak. Chunki u yerda u prostata bezini salomatligini, tuxumlarning salomatligini, spermani miqdori, soni, sifati va uni morfologik ko'rinishlari hamma narsani to'liq ma'lumotga olgandan keyin kimda va qayerda nuqson bo'lsa, o'shani davolash maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar yuqoridagi ma'lumotlar sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'ying. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormasligi uchun bizni kanalimizga obuna bo'ling.